O'zbekcha akula degani nima bo'ladi? Sotuvga BMW 650i keldi. 2008-yil. Probeg 106 ming kilometr. Texnik holat любойstaga borib tekshirishingiz mumkin. Tom elektronikasi hammasi ishlaydi. Motor 408 litrli 367 ta ot kuchi. Rasxod taxmini 15 litrdan 20 litrgacha. Lekin buni dizayni bu prosta сказка. Qaranglar, orqadan ko'rinish neverayatni. Yana kabriolet ochuv turganida, vaho. Kraskasi faqat orqa qanotda topildi, qolgani joy top-toza. Bettacha salon obzor qilish juda ham osonda. Qaranglar, mana tomi yo'q, bemalol hamma narsa ko'rinadi. Bejoviy salon, o'zi ozgina pochortiy joylari bor. Mana torpedkalari sasda, ya'ni avtomat korobkada burnout qilishingiz mumkin. Lepistoklari bor, multimediyasi zo'r ishlayapti. Mana rulga o'tirganingizda vitselida shunaqa ochiladi. Bu monster narxiga keladigan bo'lsa, narxi $30 ming. Kelib ko'ringlar. Haydab ko'rsanglar aniq yoqadi.